Assalomu alaykum, hurmatli Namangan viloyati musiqali drama teatrining muxlislari, bizning aziz ko'rsatuvimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga Namangan viloyati musiqali drama teatrining aktyor va aktrisalarini birin-ketin chiroyli tarzda tanitishga hamda ular bilan chiroyli suhbat qilishga urinib ko'ramiz va bizning ilk mehmonimiz madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist onaxonimiz Karima opa Rasulova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz charchamayapsizmi avvalo? Yo'q, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Ustoz, siz bilan bir juda chiroyli suhbat qilishga urinib ko'ramiz. Sizni qiynamagan holatda, charchatmagan holatda. Ustoz, mana shu Namangan viloyat musiqali drama teatriga nechinchi yil keldingiz? Necha yoshidingiz va mana shu san'at sohasiga sizni nimalar qiziqtirdi? Men mana shu Namangan tumani Kichik Toshbuloq qishlog'ida tug'ilib o'sganman. 1947-yilda tug'ilganman. Keyin mana sinfdoshlarim, qizlar Namanganga shaharga nima chevarchilik kursiga o'qishga kelishadigan bo'lishgan. Keyin meni ham chaqirishib, "Karima, sen ham borasanmi? Yur birga boraylik chevarchilik kursiga" deb meni ham yetalab olib kelishgan bu yerga. 5 ta qiz kelganmiz. Kelganimizdan keyin chevarchilik kursidan o'qib yurgan paytimda bizni paxtaga olib bordi. Paxtaga olib borganda men o'zimizni qishlog'imizni qiyos qilib, ovozimni baralla qo'yib olib, ashulani aytaverganman. Aytaversam qo'shiqqa ham qiziqardim-da. Aytaverganman. Keyin paxtadan kelgandan keyin o'sha dom kultura derdik ilgari. Ana qaldirg'och ansambli bo'lardi. Ana o'shani rahbari, direktori Qosimxo'jayev oyamiz bo'lganlar. Ana o'sha kishi meni yaxshi ko'rib qolib, endi yur manikiga ket, kechib qoldi, ketma endi qishlog'ingga deb ketkizmaganlar. Keyin meni chaqirtirishdi, chevarchilikda o'tirsam, chaqirishdi, sizni direktor chaqiryapti dedi. Chiqsam, qizim kechagi qo'shiqlaringdan bittagina aytib ber dedi. Dedimki, "Yo'q, men artist bo'lmayman" dedim. Desam, "Inaki, yo'q, sana hech kim artist bo'l demayapti. Mana tog'alaringga aytib bergin" deyishdi. Desam, "Ha, xo'p, nimani aytasan?" dedilar. Vahobjon Abdullayev deganimiz bo'lardilar, ansambl boshlig'i. Inaki rahbari. "Assalom jano yigit" aytaman dedim. Kommuni Ismoilovani qo'shiqlari bo'lardi. Keyin o'shani chalishdi. Endi men to'ndan qochmagan holda chiroyli qilib aytib berdim. Sam inakiga ular xursand bo'ldi-da. "Yo'q, qizim, artist bo'lmaysan, lekin mayli" deb turib menga javob berishdi. Men kirib ketdim yana nimamga. Keyin o'qituvchim aytdiki, "Karimaxon, yo chevarchilikni tanlang yoki san'atni tanlang." Ha, dedilar. Deganlardan keyin, "Bo'pti" deganimda chiqib ketganman. O'sha san'atga tanlagan bo'yimcha shu bilan qo'shiq aytib yurdim. Ashna bo'lib yurib, oxirida qiziqtirishdi. Boshqa bo'ldi. Endi bu yerda Habiba Oxunovalar kelganlar, o'shanda yan keldilar. Tursunova Mamedovalar bo'lgan ustozlarimiz. Ana onaxon opa Tojibayeva bo'lganlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Mana shularni ta'limini olib, shu yerda ishlab yurdim. Keyin sekin mana ona roliga o'tadigan bo'ldim. Butun geroinalarni o'ynab yurib, qahramonlarni o'ynab yurib, oxiri onalarni o'ynaydigan darajaga yetib keldim. Ha, yoshim katta bo'lib, ha, qilib keyin haligi birinchi o'ynagan rolim, katta onani o'ynagan rolim Abdulla Abbosxonning Bog' degan spektaklini bizning uchun yozganlar. Ana o'shani Shuhratjon degan rejissor bolamiz Abdullayev qo'ydilar. Haligi u ham aytib yurgan edi. Birinchi bo'lib men sizga beraman qanaqadir rol bo'lsa degan, ana o'sha aytganini qilib teatral institutni bitirib kelib, menga o'sha rolni bergan. O'shani o'ynadim, Xudoga shukr. Shu bilan yo'lim ochilib ketdi. Keyin super qaynona biri qo'yiladigan bo'lindi. Toshkentdan olib kelish Mirza Azizovlar, ana keyin Ma'rif Otajonovlar kelishib, shuni qo'yadigan bo'lishdi. Ustoz, mana shunchalik teatrga o'zingizni mehringiz tushgan qolaversa, albatta. Sizni yetaklab olib kelgan ustozlaringiz bor, lekin uydagilarni bunga muomalasi qanaqa bo'lgan? Qarshiliklar bo'lganmi? Yo'q. Meni dadam rahmatlik, haligi radio qo'yilgan paytda ham "Tur qizim, nima o'yna" derdilar. Keyin "Qo'shig'ingni ayt" derdilar, qo'shiq ayttirardilar. Aytardilar-ki, "Men qizimni Xudo xolisa Toshkentlarga olib borib o'qitaman. Toshkentlarga olib borib artist qilaman" derdilar rahmatlikni. Qarang, shuna qilib, lekin Toshkentda o'qiy olmadim. Şeydan nima deydi, o'zimiz o'sha ustozlardan olgan maktabdan dars oldim.
shulardan o'rgangan anaqam bilan mana shu yerda shu darajaga yetib keldim. Hozirdagi teatrdagi muhit bilan ilgarigi teatr muhitini solishtirsa qanchalik farq bor? Farqi juda katta. Farqi juda katta. Endi biz yoshligimizdagi teatr boshqacha teatr bo'lgan. Mana hozir umuman boshqacha teatr. Ustoz, yana bir savolim, albatta sizga beradigan savollarimiz ko'p. Mana shu O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvonini olishingizga qaysi spektakl sababchi bo'lgan? Qaysi spektakl? O'sha aytdimmi? Mana Tohir Zuhra, Zuhra, Oltin devorda Zuhra, mana katta rollarni o'ynaganim, Farhod Shirin, mana shular Nurxondagi ashunaqa rollarimni ana qilib hisoblashib, o'zlaridan o'zlari berishgan. Men hech qachon talab qilmaganman. Menga unvon beringlar ham demaganman, qiziqmaganman. Mana hozirgacha qiziqmayman. Berishganini olaman, yuribman, shuni hazm qilay. Hozirgi teatrdagi yoshlarni ichida dangasa, izlanmaydigan, o'z ustida ishlamaydiganlari ham bormi? Bor. Yoki ilgari ham bo'lganmi shunaqa? Ilgari ham bo'lgan. Ilgari ham bo'lgan endi bitta yarimta kimlardir, lekin hozir ham bor. Ana shu yoshlarga nima degan bo'lar? Ko'proq o'qish, izlanish, o'zini ustida ishlab, ustozlarni hurmat qilishni, shularni men istardim. Kamtar bo'lishini istardim. Unaqa bitta rolni o'ynab, burnini ko'tarib, men falonchiman demaydigan darajada bo'lishini istardim, o'g'lim. Shunaqa. Karim opa teatr sahnasida rol ijro etayotgan paytingizda qiziqarli voqea bo'lganmi, esda qolarli? Bo'lgan. Shular haqida ham bo'lgan. Endi super qaynona birinchini nimasi bo'lgan, festival bo'lganda shunda olib borganmiz Milliy teatrga. Olib borganmiz. Bir payt anaqa kelinim, o'sha birinchi kelinimni o'ynaydigan Azizaxon Karimova. Ular ham endi men shogirdiman deyman, ular ustoz deyishadi. Ana o'sha kishi Muyassar o'ynaydi. Unda keyin bir vaqtda qarasam, o'sha sahnasida qarasam oyog'ida ikkita tapichka, ikki xil tapichkada. Bir vaqtda chiqdi, endi nariga kelinim keldi, endi ikkinchi kelinim keldi. Assalomu alaykum oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, keldim. Voy, ha, keling, olsin dedi nima? Azizaxon. Ko'rishdi, boshqa qildi. Inaki, ha, endi nariga aytayapti, ikkinchi kelinim Dilfuzaxon Qodirova. Aytayapti. Ha, nima, olsinjon yuribsizmi? Jinnilaringizga qarab, jinnilaringizni davolab yuribsizmi dedi. Desa, "Voy, qarang, oyi, meni jinni deyapti olsinim." Desa, "Jinnisan-da, lekin nima qilmadim. Jinnisan-da, jinniligingdan ikkala oyog'ingga ikki xil tapichka kiyib olibsan" dedim. Ana kulgi ketdi pastdan. Ana shunaqa nimalar bo'lgan. Endi mana yaqinda mana apandini, besh xotinini qo'ydik. Bir payt endi bilmadim, nimagadir xayolim ketganmi, bilmayman. Endi hamma o'sha 5 ta kundosh o'tiribmiz. Bir vaqtda meni gapirishim kerak. O'sha eng kenja ana xotini nimadir deb savol bergan, anaqa qilganda, meni erim cholimni endi apandini maqtanyapti-da, menga u qildi, bu qildi, nima meni deyaptilar, menga undoq qildilar, bundoq qildilar desa, meni gapim bo'lish kerak. Gapirmasdan indamay turaverman. Nimadir deb aqaba qarab turaversam, "Opa gapiring" deyapti anaqalar. Uni sen aytadi, "Opa gapiring" deydi. Nimani gapiraman? Premyera bo'lyapti. Premyerada aytayapman bu gapni. Nimani gapiraman dedim. Desam, uni Ravshan teskari qarab ketdi endi to'txon oxirgi kelin. Anaqa xotini. Mehrixonimiz keldida, u ham meni shogirdim, ustoz deb yuradi. U ham keldida, "Opa, haligi nima xo'jayiningizni nima qizg'anarmidingiz? Qizg'anaman deyatdingiz, nima balo deyatdingiz" dedi. Dodi, "Voy, ha, voy tavba, menga qarang" deb boshlab ketdim-da. Meni xo'jayinim ko'chadagi har xil ayollar bilan elakishib yurmaydilar. Tushundingizmi? Bilmaganlar bilib qo'ysin dedim-da. Desam, "Ha" dedi. Voy, shunaqa endi qo'rqyapman. Endi har xil premyera komissiyalar kelgan, Toshkentdan vazirlikdan kelgan. Ular dedim. Unaki Akbar Ali Asqarovimiz hokimiyatda ishlaylar, oldingi bizning direktorimiz. Yana keyin ular tabriklab nima qiluvdilar. Men aytdim, "Men shunaqa qovun ishlarni qildim, Akbar aka, Akbar Ali" dedim. Desam, "Nima qildingiz?" dedi. "Voy, men shunaqa dedim" desam, "Men shunaqa qilib qovun tushirdim" dedim. Desam, "Bu nimada emasmidi?" dedi. "Yo'q" dedim. Asarda yo'qmi? Asarda yo'q. Shuni biz o'ylaymiz, shuna tayyorlangan deb o'ylaymiz. Qiziqarli bo'lish uchun shuna tayyorlangan deymiz.
deb ha shunaqa deyishdi. Endi mani singllarim kelgan, tanish bilishlar kelgan, ulardan ham so'rasam, ular ham shuna deydi, bilmabdi. Bittasi ham bilmabdi. Voy xudoga shukr dedim men keyin. Karima opa, agar teatr aktrisasi yoki bir san'at sohasi vakilasi bo'lmaganingizda qaysi soha vakili bo'lgan bo'lardingiz? Baribir shu sohani tanlagan bo'lardim. Chunki meni qonimda bor. Ha, nimaga desangchi, Abrorjon. Bu bizni dadamizning onalari doirani qarshilatib olib cholib, yor-yorlarni aytar ekanlar, qo'shiqlarni aytar ekanlar. O'sha ilgariga o'sha boylar, anaqalar o'sha achamizni yasantirib kelib, hali kiyintirib, izvoshlarda kelib, kiyintirib olib ketishar ekan. Undan keyin o'sha to'ylarga borib, bular yor-yorlik qilib, kelinni olib kelib, o'yinlarni qilib, hammasini o'ynatib, nima qilar ekanlar, yana undan keyin tugum-pugullar bilan keyin o'sha achamizni izvoshdan olib kelib tashlab ketishar ekan. Ana qonimda bor. Ha, dadam rahmatli ham shuning uchun yaxshi ko'rar ekanlar. Doim chirmanda qaplab, mana shu toklarimiz bor edi, bundaqa surtan nimasi, ashiga ilib qo'yardilar. 5 ta chirmandan bo'lardi. Hozir ham kerak bo'lsa doirada cholib aytaman hozir ham. Karima opa, endi blitz savol beraman sizga. Tez savol beraman, tez javob berishga harakat qilasiz. Improvizatsiyami yoki tayyor ssenariymi? Ya tayyor ssenariy bo'lish kerak. Agar bo'lmay qolganda improvizatsiya juda kerak. Ikkinchi o'rinda? Ikkinchi o'rinda, albatta kerak bu ham. Bir so'z bilan o'zingizni tasvirlang. Men omadli ayolman, birinchidan. Ikkinchidan baxtli ayolman. Baxtli aktrisaman. Premyerami, hayajonmi yoki ishonchmi? Hayajon. Doimiy-a. U bo'ladigan narsa-ku. Hayajon bilan keyin chiroyli o'ynaysan. Qo'rqib avvaliga o'ynaysan-da bitta rolni, voy shuni o'yna olamanmi? Qanaqa chiqadi meni o'ynagan rolim deb hayajonda bo'lasan. Lekin shunaqa zo'r o'ynab qo'yganingni o'zing bilmay qolasan. Mashhur bo'lishmi yoki kuchli aktrisa? Kuchli aktrisa. Mashhurlikka qiziqmaganman, hozirgacha qiziqmayman. Boshda aytganingizdek, ana shu bir qo'shiq orqali teatr sahnasiga yaqinlashganman dedingiz. Ana shu qo'shig'i bir kuplet bo'lsa ham ijro qilib bering. Assalom janon yigit, ey jonga darmon, assalom, ey jonga darmon, assalom. Ovoz endi ketgan. Yo'q, yetarli, juda ham chiroyli. Ustoz, ana shu mazmunli va qisqacha bo'lsa-da chiroyli suhbat uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Mana shu bizni duogo'yimiz, teatrimizning farishtasi, hoji onasi duogo'yi bo'lib, doimo mana shunday zabardast bo'lib yuring. Muxlislarga va ijodiy jamoaga o'zingizning bir tilaklaringiz bo'lsa, bemalol. Ijodiy jamoamizga ham omad tilayman. Baxt tilayman. Hamisha tanijoni sog' bo'lsin, chiroyli rollarni mazza qilib o'ynab yurishaversin. Abrorjon, seni ham umring uzoq, rizqing baland bo'lsin. Omadlaring bundan ham zo'r bo'laversin, ilohim. Mana Boburlarni o'ynagansan sen ham, mana Usmon Nosirlarni o'ynagansan. Mana omading kelib yotdi. Yana ham omadli bugun. Bola chaqangga bosh bo'lgin. Ilohim. Men muxlislarimga gapirmoqchiman. Ilohim bizni sevishsin. Bizni yaxshi ko'rsin. Teatrga ko'p kelsin, bola chaqalarini yetalab kelsin. Yonlarga qo'shiqlar bilan ham kelsin, mazza qilib spektakllarimizni tomosha qilsin. Ustoz, mazmunli va qisqacha bo'lsa-da chiroyli suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Yo'q demasdan mana shu yerga kelib, birinchisi deyishimizga qaramasdan hop deb kelib biz bilan chiroyli suhbat qilib berganingiz uchun kattakon rahmat. Eslatib o'tamiz. Karima opa bilan birinchi intervyu bu. Umumiy olib qaraganda birinchisi. Sizga kattakon rahmat. Ustoz, yo'q demaganingiz uchun ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Amin. Baxtimizga, teatrimizdagi ijodkorlarning baxtiga doimo sog' bo'ling. Bizning farishtamiz, duogo'yimiz, hojonamiz bo'lib yuring. Amin. Kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Xo'p bo'ladi. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz baland bo'lsin. Ishingizga doim omad tilayman. Rahmat. Omadli bo'linglar. Aziz kuzatuvchilar hamda teatrimizning muxlislari, bu suhbatdan keyin sizni qaysi ijodkor qiziqtiryapti? Ana shuni fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib keting. Sizlar bilan boshlovchi Abror bo'ldi. Yaxshilikda ko'rishaylik.